Mana bizlar bugun ertalab boshlaganmiz. Ishga turganmiz xonamizni. Mana hozir bittagi soat 3 bo'lyapti. Bu xonamiz tugash tarafida hujjatlarimiz. Obunachilar ko'rganmi? Shuni hozir ko'rib o'tamiz. Nega hujjatlar qanaqa chiqqan? Mana lazer turibdi shu yerga. Lazer bilan burjak ko'riladi. Mana burjak. 90 gradus to'liq mana yaqindan ko'rsatamiz. Hujjatlar qanaqa chiqqanini. Mana bu yangi lazer bilan ishlamoqda xonaga. Ko'pchilik mayak qo'ymasa yaxshi chiqmaydi deydi. Mana past jilka, oddiy jilkaga mayakka chiqariladi. Va istaklarga binoan ustalarimiz avjida ishlashmoqda. Usta bu bitta mana bu devorga qo'yib ko'rsatayda, obunachilar ko'rsin, ishonmaganlar. Mana bez mayak. Mayakdan zo'r chiqadi. Lazerga ham yoqib ko'rsatavering. Lazerda ham ko'rsatamiz, nasib etsa mana. Ko'rishingiz mumkin. Qanaqa holatda ekanligini. Ko'pchilik mayakka chiqmaydi deydi. Mayakdan zo'r chiqadi. Udar. Ustalarimiz ishlari udar. Haqiqiy halol mehnat bu. Shu mehnat evaziga bo'lajagimizni boqamiz. Ba'zi bir negativchilar yaxshi chiqmaydi deydi. Jilkada. Har 2 metrga bittadan mix qoqilgan, tortib o'ralgan jilkamiz. Ajoyib chiqmoqda. Kimga qanaqa taklif savollar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib qoldiring. Jo'xadar manzarasida bizni kuzatishda davom eting. Yangi videolar chiqarib boramiz siz uchun. Musofir yurtda yurgan aka-ukalarimizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Kasbkorlarga baraka bersin. Hayır, sog' salomat bo'linglar.